Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Mana bugun men sizlarga axborot kutubxonamizga kelib tushgan yangi adabiyotlar sharhi bilan tanishtirib o'taman. Hurmatli kitobxonlar, bugungi tavsiya etayotgan kitobim Mahmud Hasaniyning Qadimiy bog'dorchilikning izohli lug'ati deb ataladi. Bu kitobda mazkur lug'atda Markaziy Osiyo bog'dorchiligiga oid islohotlarning arab, fors va o'zbek tilidagi izohli lug'atlari keltirilgan bo'lib, lug'at qadimda yozilgan qo'lyozma va toshbosma asarlar asosida tarix fanlari doktori, matbuatshunos olim Mahmud Hasaniy tomonidan yaratilgan. Lug'at bog'dorchilik tarixi bilan shug'ullanuvchilar, botanik olimlar, adabiyotchilar va keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Kitob 141 betdan iborat bo'lib, har bir tom deymizmi, bet har bir harflarga alohida izoh berib o'tilgan, harflardan tuzilgan o'sha bog'dorchilikka oid bo'lgan so'zlarga alohida izoh berib o'tilgan. O'qing, tavsiya qilaman. Keyingi kitobimiz esa bu 21-asr o'zbek detektivi seriyasi asosida chiqqan Komil Sindarovning Qimmatga tushgan xato nomli kitobidir. Bu kitobda adib prokuratura bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayotgan, o'z kasbining fidoyisi, prokuraturada ishlayotgan, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan bir olimning oilaning mehribon otasi sirli ravishda g'oyib bo'ladi. O'sha asar ushbu voqealar bilan boshlanadi. Keyin uning kelgusi taqdiri qanday kechadi, sirli ravishda yo'qolgan mas'ul xodimning izlashda gumon qilgan shaxslar aniqlash, tergov qilish jarayoni, oilasi, qarindosh urug'larning chekkan jafolari, tahlikali o'tkazgan kunlari asarda yaqqol ko'rsatib berilgan. Aziz kitobxon, asarda tasvirlangan qahramonlarning ruhiy holatlari, alamli kechinmalari, quvonch shodliklariga sherik bo'lsangiz, bilarsiz degan umiddamiz. O'qing, bu juda qiziqarli. Kitob O'zbekiston nashriyot tomonidan chiqarilgan bo'lib, 424 betdan iborat 2021-yilda nashrdan chiqqan. Tavsiya qilib qolaman. Hurmatli kitobxonlar, farzandingiz bo'sh vaqtini foydali o'tkazishini xohlaysizmi? Yo o'zingizga ma'naviy oziqa kerakmi? Unda bizning kutubxonamizga keling. Bu yerda sizga kerakli bo'lgan bilim, ma'naviyat, tafakkur va albatta o'z do'stingizni topasiz degan umiddamiz.